Hammaga assalomu alaykum. Sodir etilgan qoidabuzarliklar uchun qonun ustuvor jazo muqarrar ekanligi bot-bot ta'kidlanishiga qaramasdan, ayrim haydovchilar tomonidan qo'pol turdagi qoidabuzarliklarni sodir qilib, boz ustiga ushbu turdagi qoidabuzarliklarni ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatish holatlari hanuzgacha uchrab turibdi. Siz tasvirlarda ko'rib turgan Gentra rusumli transport vositasi haydovchisi davlat raqam belgisini o'z boshimchalik bilan yechib, avtomobil yo'llari bo'ylab harakatlanganlik holatini ko'rishingiz mumkin. Hozirda mazkur holat yuzasidan Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi Jamoat xavfsizligi xizmati Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan surishtiruv o'tkazilib, transport vositasi hamda haydovchi aniqlandi. Hurmatli haydovchi, davlat raqam belgisini o'z boshimchalik bilan yechib harakatlanish bu qoidabuzarlik ekanligini bilarmidingiz? Bu qoidabuzarlik sodir qilishga o'zi nima sabab bo'ldi? Qoidabuzarligini bilmasdim. Menga buni tushuntirib aytishdi. Xursandchilik, Instagramda obunachi yig'ish, o'shaning uchun yechilgandik. Bunaqa bo'lganini bilganimda yechmasdim. Menga tushuntirdi hammasini, o'zimni aybimni tushundim. Boshqa harakat qatnashchilariga nima tavsiya bera olasiz? Bunaqa qilib yechmasligini, davlat nomeri o'z joyida turib harakatlanishini xohlayman. Umuman olganda yo'l harakat qoidasiga amal qilib haydashni xohlayman. Hozirda mazkur holat yuzasidan haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 125-moddasi 5-qismiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Yo'l o'yin maydoni emas. Qoidalarga rioya qiling. O'zingiz va o'zgalarning xavfsizligiga befarq bo'lmang.